Jang qurbonisiz bo'lmaydi. Hop, ko'pchilik aytadi, filtrning ichida nima bor deb. Filtrning ichida qanaqa ishlaydi, nima bor, klapini bormi, yo'qmi, klapinlimi deyshadi. Men sizlarga shuni ko'rsatib beraman hozir. Ana men buni Xitoydan olib kelganmiz. Iminni bir deganda firmadan kelishadi, har xil firmalardan bizaniki zo'r, bizaniki anaqa deb shunaqa narsani bir deganda qanaqaligini shunda tekshirib o'ziga ko'rsatib beramiz. Bismillah. Mana ochilib bo'ldi. Mana bu rezbasi, mana bu rezinkasi. Bunda ochganingizda mana bu yerda rezinkasi turadi. Mana bu rezinkasi bo'ladi. Mana bu o'sha moyi tozalaydigan filtri bo'ladi. Mana buni ochganda, mana bu qanaqa hisoblanadi desa, yaxshi yomonligi mashinasini shundoq yechib, shundoq tortib ko'rganda 1 metrdan oshib chiqsa, 1 metr normalniy hisoblanadi. Ko'proq bo'lsa, sifati yanada yaxshi bo'ladi. Kamroq bo'ladigan bo'lsa, uje sifati pastroq bo'ladi.